ko'pchilik bizni manzilni topgan, qiynalishyapti. Shunga qisqacha video qilib qo'yib qo'yiladi deyishganlar uchun qisqacha video qilib qo'ymoqchiman. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, to'g'ri bozorimiz. Bozor hududi. Optun bozori bor va Stoyanka bor va o'sha yerda 39-maktab bor. Ho'yda svetofor bor. Tumanligi uchun ko'rinmayapti mana. Bozor mana. 100-150 metr chiqadi aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda, chap tomonda hozirda 39-maktab bor. Mana yerda svetofor bor, mana svetofor bor. O'sha svetofordan to'g'riga kelasiz. Mana to'g'ri kelyapsiz. Bozor, Bog'cha bozori, Mumtoz bozori va Stoyanka va 39-maktab o'sha yerda to'g'rida bor. Xo'p, to'g'ridan kelasiz aziz obunachi. Bu tomondan to'g'ridan kelasiz mana. Chorraha keladi. Bu tomonga mahallaga chorraha keladi. Bu tomonga katta yo'lga chiqadigan chorraha keladi. Endi bu tomon bozor yo'nalishi. Bozordan kelish. Hop, endi bu tomonni tushuntirib beraman sizlarga. Bu tomon ko'chani boshi. Ko'chamizni boshidan kelyapsiz. Hop, o'sha yerda benzin zapravkamiz bor va 10 ta moyka bor. Hozir turibdi moyka. Aytdan o'tib kelasizlar. Ko'chani boshidan o'tib kelasizlar, to'g'ri kelaverasizlar, mana to'g'ri kelaverasiz. Bozordan to'g'ri kelishda to'g'ri mahallaga qarab kirib ketasiz, mana ko'rishingiz mumkin mahallaga. Mana yerda bitta mana sartaroshxonamiz bor, buni orientir olaylik va mana yerda yozib qo'yilgan mana. Mana Oydin baliq deylik, mana endi biz nimamiz ilgamiz yo'q, mahallamiz bor. Hop, bu tomon ko'chani boshi, mana bozordan kelish yo'nalishi. Aziz obunachi, bozordan. Hop, baqa ko'chani bu tomondan kelsa bu mahallaga burilasiz mana. Orientir mana Oydin deb qo'yilgan. Oydin baliq, mahallaning oti ham Oydin baliq. Mana shu mahalladan 30-40 metr yuramiz xolos. Aziz obunachilar, mana ketdik mana. Hop, mana karavan manzilimizga aziz obunachilar mana yetib keldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'chani boshidan kelyapmiz mana. Ko'chani boshidan kelyapmiz va katta konditsioner bor va darvoza ko'proq bekik turadi, chang kirmasligi uchun. Kelasiz aziz obunachilar, buni knopkani bosasizlar. Knopkani bossalaring 30 sekund, 40 sekund, 1 minut oralig'ida qizlarimiz bo'sh bo'lsa, eshik taq qilib knopkada ag'da ochishadi. Xonamiz soat 8:30 dan hozir qishki kunida 5 gacha ishlaymiz. Knopkani bosganda qizlarimiz eshikni ochadi, ochib bemalol mana bismillahir rohmanir rohim deb kirib kelishlari mumkin.